Bundan tashqari yana qanaqa muammolaringiz bor? Kuchli ana shu og'riqlarda, shu yelkamga og'riq, kuraklarga shu og'riq kuchli, bellarda, oyoqlarda og'riq kuchliligi. Mana shu 6 oydan keyin boshlanishi, davolangandan 6 oydan keyin. Men qachon keyin degandim? 2 oydan keyin keldingiz. Mana endi 1 yil, salkam 1 yilda kelyapsiz. Nimaga? Ana aytaman. Mana shu eng oxirgi vaqtda o'shani operatsiya qilib olib tashlaydi. Mana hojatlarda qiynalasiz-ku. Ana shu vaqtda olib tashlanadi. Undan keyin gelijaga mana shu lechinalar yana qilinishi kerak. Bo'lmasa 2 yilda, 1 yilda, 6 oyda yana qaytadan kelaveradi o'sha muammo. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 8-yanvarda bo'layotgan yotgan bemorlarimizni hammasini hozir ahvol jarayoni o'zlaridan bo'layotgan hamda boshiga shu kungacha qanaqa ahvolda kelib og'riqlarda kechganligini ko'rib gaplashib, sizlar bilan davo, lechina, muolajalarda natijalarini so'rab ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa ketdik. Xolajon, bitta o'zingiz tanishtiring. Men dushanba kuni keldim, shu kelganman. 5-yanvar kuni kelgan. Bo'yin rejasi bo'yicha bo'yinim, qo'lim bunday ko'tara olmay qo'lim og'riq kuchli bo'lib, boshimga og'riq bo'lib, ancha kelib lechena olib davolanib ketishga. Bugun 4-kuningiz, a? Bugun 4-kunim. Qarang. Bundan tashqari misol mana bo'yningizdagi grija, to'g'rimi? Qo'l og'rig'i, bosh og'rig'i, boshingiz aylanadi, ko'zingiz xiralashadi, quloqda, boshda shovqin. Shuni ham. Keyin bundan tashqari yana qanaqa muammolaringiz bor? Kuchli ana shu og'riqlarda, shu yelkamga og'riq, kuraklarga shu og'riq kuchli, bellarda, oyoqlarda og'riq kuchliligi. Mana shu qiynab qo'ydida. Bu endi o'zingiz bilgan kasalliklaringiz, shundaymi? Lekin xolamizda chetdan qaraganda ozgina ana shu kasalliklar asablarni yengib olib qo'ygan. Sal narsaga asabiy, sal tashqaridan kirgan tanasiga sovuq suyaklarni qaqshatib, o'sha nervlarni shamollatib tashlagan. Hozir mana kelganingizdan beri tanangizga qanaqadir ukol yoki qanaqadir dorilar berilyaptimi? Yo'q, hech qanaqa. Hamma narsa tabiiy, shunday. Ukol dori yo'q, o'sha tabiiyligi uchun men kelganman-da bu yerga. Hozir mana 4 kunlik natija sizga qanaqa bo'lyapti? 4 kunlik ancha men yelkalarim yengilda. Shonam, bunday nafas olishim, yurak qisishlar, bosh og'riqlar. Uyqular qanday? Uyqularim ancha yaxshi, harakatlarim yaxshi-da, og'ridi, o'tirib turish, qarang. yotish. Mana shu video olyapmiz-ku, o'zingizga o'xshagan oddiy odamlar ko'radi. Bu yerga to'ladingiz 4 million pul, to'g'rimi? Shuna. Mana ochiqcha videoda aytamiz, 4 million pul to'lagan. 4 millionning ichida 3 mahal ovqati, ichadigan giyohlari, oladigan mana shu hamma lechinalari, hijomalari, nima lechina olsa mana shu 12 kunda ichida VIP tarifida. Bir marta qilingan to'lov. Qanaqadir narsa kerakmi, o'zimizning hisobdan o'zimiz qo'shib qilib beraveramiz. Mana shu pulga arzib yoki bo'lmasa mana oldingizda hali yana 8 kun vaqtingiz bor, shundaymi? Shunday. Mana 4 kunda shunaqa natijalarni ko'ryapsizki, endi oldingizda 8 kunda o'sha lechinalar polностью qolib ketadi. Misol odamlarga mana shu joyda bemalol tavsiya qila olasizmi? Albatta, menga o'xshay ukoldan to'yib joniga tekkanlar ham kelsa bo'ladi. Tabiiy hammasi yaxshi. Masalan, endi kasal bo'layotganlar ham oldini olish uchun kelib davolanib ketsa agar o'ziga foydada, sog'likka yaxshi. Qarang, bu yerga kirganingizdan keyin eng katta narsa kimlardir больницаga kirsa, kasallik qo'shib tushkunlikka tushiradi. Bu yer qanaqadir kasalxonaga o'xshaydimi? Yo'q, kasalxonaga o'xshamaydi. O'tiribmiz. Mana hammasi ayollar, gaplashish, dam olish. Lechinaga ham ayollar. Kimlardir yerdan qochib kelgan, yaxshi shunday. Kimlardir yerdan bezor bo'lib qochib kelgan. Asab bo'lib nabiralardan qochib kelganlar bu. Ha, o'zingizga o'xshaganlarga bemalol tavsiya qila olasiz. Albatta, kelinglar bemalol. Puliga, agar puliga kuyib qolsa, bega kelib yolg'onga ishonib qolib, puliga kuyib qolsa, gunoh sizni bo'yningizda bo'ladi. Shunga qarab o'ylab gapiring. Bundan o'ylaganman, davolanganman uchun. Bu yerda aytganda kimdan eshitib keldingiz bu yerda? Bu yerga men shu Samarqand ketishimdan o'ylagan, internetga kirib men ko'rganman-da. Sizlarni nimalaringizni ko'rganman, davolayotgan joylaringizni. Qayni bir Samarqand borib kelay deb Samarqanddan borib kelganman. O'sha uchun yana bu yerga keldim. Men bir qadam yaqinroq Samarqand borishdaman, charchaganman. Qarang, boshqa joydagi massaj, mana shu fizioterapiyalar bilan bizda nima farq bor ekan? Boshqa joylarga. Haqqoniy yurakdan xuddi onasiga qarayganday qaraydi bular hammasi. Shunisi bilan menga yoqadi. Ishchilarning muomalasi ham, ishchilar muomalasi ham yaxshi, juda yaxshi. Bitta ikkita bor baribir. Bitta ikkita bor, lekin biz injiqlik qilib aytganimizni qildiramiz agar qilmoqchi bo'lmasa.
Hamma joyda bor. Endi ularni ham yaxshi qilamiz xudo xohlasa. Bo'ladi, yaxshi. Qarang, o'zingiz haqingizda bittagina tanishtiruv, ma'lumot berasiz keyin qo'yib. Hazrati va Mahtaboy Tojikistondan davolangan keldim. Nima shikoyatlaringiz bor? Grija jihatdan keldim. Avval Samarqandga borgandim, shu nimadan shifo topdim. O'tgan yili Ha. bahorda davolanganingiz. Loyishga. Samarqandda Motridda ishlagan vaqtim o'shaga davolavdim sizni. Xo'p, mana qarang, bahorda misol salkam 1 yil bo'ladi. Ana shu menga borgan vaqtingiz qanaqa edingiz? Mana shu o'sha yerdan chiqib shu yerga kelguncha bo'lgan vaqtda qanaqa ahvolda yurdingiz? O'sha vaqtda tura olmas edim o'rnimdan. Davolangandan keyin yaxshi bo'ldim. Va shu kishiga murojaat qilib nimaga keldim bu tag'i. Endi mana ikkinchi marta bu yerga Buxoroga keldingiz, shundaymi? Bahordan hozir shu kungacha qancha vaqtda siz og'rig'ingiz boshlandi? 6 oydan keyin boshlandi shu davolangandan 6 oydan keyin. Men qachon keling degandim? 2 oydan keyin keldingiz. Mana endi 1 yil, salkam 1 yilda kelyapsiz. Nimaga? Ana aytaman. Bu ayollarda ish tugamaydi. Mana bittasi mana eriga aytmaydi, eri bu yoqqa ajr. Men ofisha aytmayman, 1,5 oy to'shakka yotdim. Ofisha aytgan. Bu kishini ham kuni mana uyga chaqirdik, bordik, yurolmayapti, og'rig'i kuchli. Choyda nimaga aytgan vaqtim, choy qilib 3 marta borsangiz yaxshi bo'lib ketasiz deb, eri keyin gapiryapti. Menga aytmaysanmi shuni? Endi har 3 oyda borasan dedi, yo'q. Hozir ham endi yaxshi bo'lsin. Sharoit ham qo'ymaydi-da. Eriga aytmagan mana sharoiti bor. Yo'q, men ham aytganim yo'q. Shunday ular boshqa uyga yotishadi, men boshqa uyga yotaman. Yo'q, sharoit misol mana 3 oyda qaytib kelayotganman desangiz, xo'jayiningiz, bolalaringiz o'sha narsaga tayyorlanadi. Misol, shu aytgan zavodda tayyorlandi o'zi. 1,5 oydan keyin-da, 1,5 oy yotdim, hech kimga aytmay, kelinim aytib qo'ydi. Onam shunaqa insof qilmaysizlarmi? Aytsa bilamiz, biz qayerdan bilamiz dedi. Uy boshqa, joyi boshqa. Keladi, ikkinchi kun nimaga yaxshi bo'lmayapman deysizlar. Bu bir kunda ketadigan kasallik emas. Shuning uchun mana hozir davolandingizmi? Endi birinchi marta davolaganim ham kuydi. Hozir endi yana birinchi pavtorni boshlandi. Ana shu kishini ham 2020 nechinchi yil? 21midi? Mana 20-yil davolab berdim, shu bilan 25 davoladim, to'g'rimi? Mana salkam 5 yildan keyin kelyapti yana ana shu. Mana o'tgan yili bu kishini ham lechina qildim. Yana 3 oyda keng deyapman. Qo'yaveryapman-da, yana ahvol kelmayapti. Mana 1 yilda yana yurolmay qolib. O'tkarib keladimiz, o'shanchini. Yana yurolmay qolib kelyapti. Mana bu sizda nechinchi yil davolagan? Videoga tushmaysiz, qo'rqmang. 2022 mana. Endi mana 26-yil kelib davolanyapti. Ana shunaqa holat, tushundingizmi? Mana kelishda qiynalmadingizmi? Yo'llarda sarson bo'lmadingizmi? Sarson bo'lganim yo'q, rahmat sizga. Misol mana qaysidir viloyatdan kelayotgan bo'lsangiz, yo'limizda taksi shopirlarimiz bor. Agar o'zingizni xohlasangiz, o'zingiz mashinangizda kiymoqchi bo'lsangiz, bemalol. Agar yo'q, qanday boraman, uzoqlik qilyapti, unaqa, bunaqa degan muammolar sizni qiynaydigan bo'lsa, o'zimizda viloyatlarda qatnaydigan tanish shopirlarimiz bor. Hech qanaqa qo'shimcha pul olmaydi, mana shu klinikaga olib kelib qo'yadi, klinikadan olib uyingiz oldiga tashab qo'yadi. Boshqalarga qarang, bemalol tavsiya qila olasizmi? Ana shu bosgan yo'li, bu yerga to'lagan puli, qilgan rasxotiga arziydimi shu narsa? Ha, yaxshi. 3 mahal ovqatda, yeydiganda bemorlar nima deyapti? Yaxshi emas ekan, to'lagan pulimizga uncha bo'lmayapti, deyaptimi yoki yo'q, yaxshi ekan, ana shu pulimizga yaxshi deyapti. Yaxshimi? Hech Sizda hamma yo'q, yaxshi. Men o'zim ham tavsiya qilaman hali. Men ko'rganga aytayapman-ku, kelgan odam keladi o'zi. Shunday. Ha. Hech kimni majburlash yo'q, faqat yo'nalish beramiz. Har kim kasali o'ziga, ixtiyoriy. Shuning uchun sizni ko'rsatamiz, mana bu yetib keluvdi, bunaqa bo'lib ketyapti. Mana navbatdagi bemorimiz. Bugun sizga nechinchi kun? 5-kun. 5 kun bo'lib qo'ymak. 4-kun. Bugun 4-kun. Nima shikoyatlar bilan kelgandingiz? Qayerdansiz? Ismingiz nima? Men ana shu Vobkentdan, Shakarka mahallasidan. Nima shikoyatlar bilan kelgandingiz? Shu bel og'rig'i, oyoq og'rig'i, oyoq qo'llar uyushi. Mana hozir 3 kunlik lechina mobaynida sizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Ozgina yengillik bor, yana bo'ladi dedilar. Yaxshi lechinalari kelib o'sha palatamizga qo'yib ketadilar, fizioterapiyalarni ham yaxshi. Xudoga shukr. O'zgarish bo'lyapti. O'zgarishlar bo'lyapti. Qarang, endi sizga bitta savol
ana shu 3 mahal ovqatga tushyapsiz-ku. Ana shu o'rtada bemorlarni baribir gapini eshityapsiz, ma'lumotlarni eshityapsiz, to'g'rimi? Ana shu ma'lumotlarda qanaqadir o'zgarish yo'q yoki lichinalari yaxshi emas ekan yoki bo'lmasa pulni olguncha hamma narsasi zo'r ekanda pulni olgandan keyin hech kim e'tibor qilmay lichinalar qilmay yoki qanaqa foydasiz lichinalarni qilyapti degan fikrlar bo'lyaptimi? Yo'q, men unaqa narsa eshitganim yo'q. O'sha ovqatga tushganimizda ham 3 vaqt ovqati juda ajoyib. Ertalab ham muomalalari ham yaxshi, hamshiralari ham yaxshi. Xudoga shukr. Siz bu yerda endi kimdan eshitib keldingiz? Men o'zim bilan birga ishlaydi, hamkasbim yotib ketdilar. Opa bir o'sha yerga boring deb o'sha kishi menga taklif kiritdilar. O'sha kelganingizga mana shu yerga to'lagan 4 million pulingizga ichingiz achyaptimi, achmayaptimi? Mana hozir sog' salomat hali qarang 3 kun lichinani oldingiz. Hali oldingizda 8 kuningiz bor. 3 kun prosta tak o'tib ketmadimi? Yo'q, xudoga shukr. Shunchaki. Yo'q, yaxshi. Og'riqlarda farqini bilyapsizmi? Bor. Uyquchi. Uyqu ham yaxshi, xudoga shukr. Eng kuchli og'riqlar qayerda bor? Eng kuchli belda, tizzada. Aha. Bu yerga kelguncha lechini olgan joylaringiz nomini aytmang, birovni yomonlamang. Nechta joyga yotgansiz? Men 3 marta Toshkentga yotganman, 1 marta Buxoroga yotganman. Xo'p. Vobkinda o'ziga ham yotgansizmi? Vobkinda yo'q, yurib fizioterapiya kunlik olganman. O'sha olgan lechinalaringiz ichida Toshkentda mana 3 marta yotibsiz, Buxoroda yotibsiz, lechina olibsiz. Ularni davolash sxemasi bilan bizda davolash sxemasi nima farq bor? Bu yerda ko'proq ukol dori yo'q-u, massaj. Hozir ukol dori bitta oldingizmi? Bitta azon terapiya oldik. Tamom. U hamma joyga uradi azon terapiya. U ham kak tabiiy. Qonni suyultirish, uyqu asab uchun. Boshqa ukol yoki dorilar kerak qiladigan. Yo'q, unaqa narsa yo'q. O'g'larga ko'proq osmon. Mahalla ayollarimi deyapti? Mahalla ayollari ham mamnun va yaxshilar, xudoga shukr. Endi bu kishilar videoga chiqishga o'sha yerda turib bir ma'lumotlaringizni beringiz qani sizda nima o'zgarish? Masalan, men bo'ynim qaytmasida hozir mana 3 kunga lecheniyaga yaxshi qaytibdi. Mikrofon qo'lingizga olib gapiring. Bo'ynim yaxshi qaytibdi. O'zgarish bor. Qo'lim, oyog'im evishar edi. Hozir umuman evishmayapti. Mana shu sizlarda videoni orqasida ko'rib turgan odamlarga bemalol tavsiya qila olasizlarmi? Albatta qilamiz. Bizlarning ham qo'shnilarimiz kelgan, masalan, men shahardan kelib yotaman. Bor o'zi sizda? Qo'shnim, o'qituvchi qo'shnim. Necha yil oldin davolab bergan ekanman o'sha kishi. Bir 2 yil bo'libdi menimcha. Samarqandga borganlar. 2020-yil davolab berganman. 6 yil yotganlar. O'shandan beri aytaydilar, lekin endi keldi. Masalan, men Sirdaryoga ham bordim grija bo'yicha. Nima lechin olgansiz? Ana shu ilon zahri bilan davolashga bordim. To'g'risi, bordim. Bir hafta o'g'lim bilan borib lecheniya olib, foydasini ko'rganim yo'q. Shaharga yotdim. Mana shu bilan shahardan kelib, sizni belingiz operatsiya bo'lgan-a? Yo'q, operatsiya bo'lgan. Kimniki bo'ldi operatsiya? Sizni belingiz operatsiya bo'lgan-a? Menga operatsiya bo'lingan, bolt qo'yilgan belimga. Necha yil oldin operatsiya bo'ldingiz? Bir 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Grijangiz uchun operatsiya bo'lib, keyin yo'q, grija uchun deb borsak, u bel siljigan ekan. Bolt qo'yib. Ana shundan keyin grijaga ochmadim dedi, grijaga tegmadim dedi. Umurtqangiz siljigan bo'lsa, qarang, bolt qo'yibdi. O'shandan keyin belingizdagi muammolar kamaydimi? O'sha davolansam kamayadi. Yo'q. Sekin-sekin. Operatsiya qildirdingiz. Operatsiyadan keyin muammo kamaydi. Qanaqa muammongiz kamaydi? Yurishim nima bo'ldi? Zinalarga chiqardim. Keyin kamaygan his qildingiz. Yana kimda operatsiya bo'ldi, sizmi? Qo'lingizga mikrofon oldi. Ana o'sha operatsiyadan keyin qanaqadir muammongiz kamaydimi? Nima bo'lib muammongiz kamaydi? Yurib ketdim. Yurolmay qolganmi deysiz? Yurolmay qolgan edim. Bizlarda mana operatsiya umuman qarshi emasman. Operatsiya mumkin qachon? Peshob chiqa olmay qolganda, katta hojatni qila olmay qolganda, u grijani qaytarib surdirishda o'zi ko'rib aytiladi. Misol 20 mm grijalar 31 mm gacha surdirib berganmiz. 31 mm degani 3 sm. 9-8 edim. Ha, 31 mm gacha surdirib berganmiz. Endi men faqatgina peshob chiqmay qolsa, axlat chiqmay qolsa, operatsiyaga aytaman. Ungacha bo'lgan vaqtda oyoq ishlamay qolib, yotib qolgan bo'lsa ham davolasa bo'ladi.
endi misol mana operatsiya qildirgansiz qutulmagansiz, siz ham operatsiya qildirgansiz qutulmagansiz, mana baribir og'riyaptimi? Operatsiya bu grija uchun davo emas. Faqatgina sizni organizmingiz misol ana shu eng oxirgi vaqtda o'shani operatsiya qilib olib tashlaydi, mana hojatlarda qiynalasiz-ku. Ana shu vaqtda olib tashlanadi, undan keyin grijaga mana shu lichinani yana qilinishi kerak. Bo'lmasa 2 yilda, 1 yilda, 6 oyda yana qaytadan kelaveradi o'sha muammo. Tushundingizmi? Men shuning uchun operatsiyaga qarshiman. Tushundingiz? Ilohim qaytib ko'rmaylik bu. Hay, sizda nima ahvolda, nimalar bo'ldi? Hozir ancha yaxshiman, Xudoga behisob shukr. Farzandlaringning huzur halvatini ko'rgin, ishingga rivoj bersin Alloh. O'zi kuch-quvvat bersin. Kattalashtirgin, xalqning duosini olgin. Bundan ham martabang ulug' bo'lsin bacham. Biza shu taraf. Qarang. Yaxshi, ancha. Odamlar, mahalla ayollari, erkaklar nima deyapti? Hammasi yaxshi deyapti. Biron nima eshitganimiz Siz yo'q. kimdan eshitib keldingiz? Mana qo'shnimiz yotgan ekan. Nima? Shahob. Shahob aka qanaqa ahvolda keluvdi? Qo'li ishlamay qolib, yuragi qisib, kardiologiyada qancha lechini olib, o'sha yurakdanmi deb lechini olgan, yaxshi bo'lmagan, u bo'yin umurtqasidan qisib, yurakka og'riq berib, davridan bang'illab chiqib yotdi. Rahmat. Hozir bo'yna yerga ishlab yotibdi. Kecha telefon qilib sizda, Agarotda uchastkalar bor ekan, sizni xo'jayiningiz bilan birlashdik. Shu. Rahmat. Ko'proq qo'ying. Olim trendda. Olimjon. Qo'li yengil shifokor emas, u kishi bizani. Sog' bo'lsa, omon bo'lsa. Hali bunaqa videolarimiz ko'p, odamlarimiz ko'p, faqatgina olishga qolgan ishlarimiz qolib ketyapti, videolarni chiqara olmayapmiz. Bizani kuzatishda davom etingizlar. Sog' bo'lsa, omon bo'lsa.